Mana shu O'zojon Melodiya restorani, Buxoro shahar. Melodiya restorani deyishadi. Mana shu 5-mikrorayon. Bu esa bizani ana o'sha kotelni deyishadi. Demak, salgina yursak, Dinamo, Kaltso hamda o'ng tomonda o'sha Yangi O'zbekiston 7-dan kelaverishda 5-mikrorayondan yaxshigina kvartira tushgan. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. 60 kvadrat, narxi 34.500. Joylashgan lokatsiyasi mana shu joy. Kelsangiz o'zingiz guvohi bo'lasiz. Kvartirani obzorini qilishda davom etamiz. Ketdik. Kvartiramizga yetib keldik. Kvartiramiz 2 xonalik, hujjatda ham, kvadrati esa 40 kvadratdan salgina ziyodroq. Birinchi xonasini ko'rsatamiz, Ozodjon. Mo'ysha bo'yla qilishgan, do'q kontrkat yo'limiz bor, batareykalarimiz bor, televizor uchun ajratilgan joyi. Abo'yla qilishgan, tepaligi baland, terakzor, tashqarida aytib o'tganimizdek lokatsiyasini bu yoqda prixojiga bitta shkaf yetmaydi, lekin sanuzullari alohida. Kreditga ham bo'ladi bu uyimiz, nasib bo'lsa 32 ming AQSh dollariga chiqaryapman. Birinchi qavat 2 xonalik, hujjatda ham 2 xona. Bu sanuzulimizni mana shu tualet uchun ajratilgan joyi. Bu yoqda esa bizning oshxona uchun ajratilgan joyi. Buni ham bitta ko'rsatasiz. Do'q kontrkatyolimiz bor. Demak, xolodilnik jihozlari shunday qoladi, xonalari to'shalgan. Bu yoqda esa kvartiramizning ikkinchi xonasi. Buni ham albatta ko'rsatasiz, batareykalar o'rnatilgan. Maza qilib yashayverasiz, o'ng qo'lingizda mana terakzor restorani, aniqroq lokatsiya Buxoro shahar, shu metan barsdan o'tgandan keyin chap qo'lda joylashgan. Yo bo'lmasam Guedidan kelerishda o'ng qo'lda. 2 xonalik kompaktligina xonadon, kreditga ham bo'ladi. 10 ming pulingiz bo'lsa kelavering, mana shu xonadonni olish imkoniyatingiz bor. Novostroykadan 32 mingga 40 kvadrat, hujjatga ham 2 xona, hozir o'zidan 2 xona, razdelni sanuzol, oshxona, jihozlari hammasi qoladi. 32 ming. Olib keling, mana shu uyni sizga rasmiylashtirib beraman. Yaqinlaringizga ham tarqating albatta. Kvartiramiz juda ham ideal, proyekti ham yaxshi, yomon emas, joylashgan hududi ham, qavati ham yaxshi. Yaqinlaringizga tarqatasiz. Qolgan ma'lumot pastdagi raqamlarimizga. Konditsionerimiz ham qoladi. Xudo xolasa, like bosishingizdan chiqmasin, salomat bo'ling.